Soliq tumani Dumaloq qishlog'ida hovli uyimiz sotilyapti. Mo'ljal faiz korzinka. Yuringlar obzorini ko'ramiz. Hovli uyimiz Chavandozli ko'chasi 11-uyda, maydoni 8 sotuvdan iborat. Yuringlar davom etamiz. Gidirem bu akşam, gidirem gülüm, gidirem gülüm, yüzün solacak bensiz. Gidirem gelmesem, kalacak sevgilim, erken gözlerim dolacak bensiz. Gidirem gelmesem, kalacak sevgilim. Hovli uyimizdan narxi keladigan bo'lsa, opisanda qoldiramiz. Bonusiga matiz beriladi. Like, comment bosishdan chiqmasin, Bo'stonliq uy bozoriga obuna bo'lib qo'yamiz.